Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar, qutbadagilar. Biz ikkinchi tangini boshidamiz. Mana suvni o'rtasidagi turbalarni shu bosh qatirish kerak bo'lyapti. Mana o chekaga olishimiz kerak. Suvni o'rtasidan. Biroq hozir yana ko'ramiz. Agar rasxodlarga chidamaydigan bo'lsak, shu ahvolda qoldirishimizga majbur bo'lamiz. O'shanga hozir mablag' masalasini harakat qilib yetish kerak. Shu ikkita texnika pastdan ishlash kerak. Tepaga tortish kerak, jildirish kerak. Unga svarkani kablini uzaytirish kerak. Shu rasxodni borib kelish texnikalarni tashib ketyapmiz hozir mana shu yerga. Borib kelganda shuncha rasxod bo'ladi deb hozir kecha traktor tashib ketganmiz. Mana Muhammed bog'iga. Shuna qilib qilamiz. Mana hozir nasos yurgizib turmani yana mana va birinchi tangini kirarishdan Samedi bog'ini boshidan nimagacha bo'lgan joy 600 metrcha joyda hozir turbalarni tekshiramiz. Past yaqin tekshirdik. Kecha Muhammedni oldini oqqizdik, biroq ichida loyqasi bor. Kecha mana o kun isib muzlar, ichida muzlar sal erisinchi yana bir sira tekis nasosda yurgizib oqqizib ko'ramiz. Keyin bu yog'ini ham tekshirib boraveramiz. Qani Xudo bir ulg'aygan kunlar qo'llab-quvvatlab ko'pchilikni vaqtiga shu ishlarimizni o'tkazib olish maqsadimiz. Beparvo bo'lmaysizlar deb o'ylayman. Sizlarga ham shunga e'tibor qilib, uchastka boshliqlari, deputatlarimiz, o'sha mahalla ko'yda aktivistlari, liderlari qo'lidan kelgancha shu harakatlarni qilib bersa yaxshi bo'lardi. Alloh rozi bo'lsin. Tinch bo'linglar, sog' bo'linglar.